Assalomu alaykum Pogruzchik UZB kanal obunachilari va texnika ishqibozlari. Bugun biz obzorimizda ko'chada ishlaydigan, ya'niki pul topadigan texnikalarni obzor qilishga harakat qilyapmiz akalar. Xudo xolasa bugungi obzorimizda 935 va 936 modellarimiz akalar. Shu modellarimiz asosan kimlar oladi? Asosan shu ko'chada ishlaydigan, chasni ishlarga chiqadigan akalar yokida bir katta firmasi, zavodi, molxonasi bor akalarga tavsiya qilaman. Nimaga? Ikkala texnikamizni ham parametrlari juda katta farq qilmaydi. Ikkalasini ham kovushi taxminan 1 kuba, taxminan emas, aniq, ya'niki ikkalasining kovushi ham bir xil, 1 kuba. Endi ikkalasini asosiy farqi akalar. Birinchi shundan boshlaylik. Bunisini kabinasi 280, bunisiniki 220. Bo'ldi. Eng katta farq shu. Ikkalasini kovushi ham 1 kuba, balonlari razmerlari bir xil, motorlari bir xil. Endi birin-ketin obzorni boshlaymiz akalar. 935 modelimiz hali bir-ikki marta ta'kidlab o'tgandek 1 kuba, 320 ga to'kadi, 360 ga ko'taradi, ya'niki zil, havo, daf deb bo'yni uradi bu ham. Endi bu texnikamiz salonni ichini ko'rsatib o'tamiz. Salonning ichida elektronnik konditsionerlari bor va tok tuzib qo'yadiganlari ham bor. Avtomat, joystick, bu yoqlari ham mana avtomat. Endi bu texnikamiz tormoz sistemalariga keladigan bo'lsak, tormoz sistemalari ham havo, ham jekisda ishlaydi. Shuning uchun bittada ishlaydi akalar. Qalinligiga e'tibor beramiz. Ya'niki bu texnikamiz birkasi yozilganiga nisbatan ancha ko'p yuk ola oladi. Chunki juda mustahkam va qalin qilib ishlab chiqarilgan. Texnikamizning motoriga keladigan bo'lsak, akalar, texnikamizning motori XMG-lari bilan bir xil bo'lgan Yuanhang motor. Sovutish tizimlari buniki ham 3 talik, 24 volt, 70 ta ot kuchi, 58 kilovat. Turbina rasxodi ham unaqa ko'p emas, 3 litr, 4 litr atrofi, konditsionerda alohida radiatori va aytganimdek sovutish tizimi 3 talik. Bu texnikani qizib ketmasligiga javobgar bo'ladi. Va bunda ham protivez bor. Balon razmerlari buniki ham 20 ga 5, 70, 16. Buniki ham xuddi shunaqa razmerda. Salarka bachoylariga keladigan bo'lsak, buni salarka bachoyga akalar 60 talik, xudo xolasa 60 ta salar ketadi. Narigi tomonda moyliki. Kabinasi 220, ya'niki uylarning ichiga kirib bemalol ishlayveradi, haligi darvozaxonalardan ham qiynalmasdan kirib ketaveradi. Endi bu texnikamizga o'tadigan bo'lsak, bu texnikamiz ham xuddi shunaqa tema, ya'niki 1 kuba, 320 ga to'kadi, o'zi asli 360 ga ko'taradi. Balonlari buniki ham 25, 70 ga 16. Salarka bachoylari bir xil. Salon ichini ko'radigan bo'lsak, salon ichida ham bu ham avtomat, joystick, konditsioner, apparat, motor, mana bu yoqda tok tuzadiganlari, pavejniy hammasi bor. Oynaklari ochiladi, uniki ham ochiladi. Endi mana motor qismiga o'tadigan bo'lsak, akalar, motor qismini ko'rib chiqamiz. Motor qismiga keladigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil motor, sovutish tizimlari ham bir xil. Prosta buni konditsionerida sovutgichi ham mana buni ichiga joylashtirilgan, tepaga qo'yilmagan. Chunki bunda kattaroq, ya'ni kabinasi kattaroq. Xo'sh, enshalari. Xudo xolasa texnikamizga 1 yil garantiya bor akalar. Lizing, kredit, naqd peritsini любой usulda ishlayveramiz. Xudo xolasa texnikalarimizga nafaqat motor bilan mostga, polniy texnikaga 1 yil garantiyamiz bor. Pogruzchik UZB YouTube kanali va Instagram kanaliga obuna bo'lib kelsalaring, xudo xolasa mana shu avgust oyining 20-sigacha akalar $1000 skidka e'lon qilganmiz. Xudo xolasa texnikalarimizda, ya'ni skidka emas bu, Instagram va YouTube kanalimizni rivojlantirish uchun shu $1000 dan chegirma qilib beryapmiz akalar.